Yengil dasturxoningiz uchun Sezar salatini 3 ta fishkasi bilan 1 daqiqada o'rgatib qo'yaman. Sendvich nonini chetlarini obdashiysiz va bo'laklarga bo'lasiz. Chesnok hamda yog' solib duxovkaga yuborasiz. Bitta aralashtirib esdan chiqmasin. Bedana tuxumlarini qaynatib oling. Birinchi fishkasi yaxshi oliy sifatli halol pokiza jo'ja firmasini filelardan foydalanishingiz kerak. Yaxshilab uni marinovka qilib, 3 dona narsa bilan marinovka qilsangiz yetadi. Tuz, shirin paprika hamda qora murch. Yaxshilab ikkita tarafini ham aylantirib silab chiqasizlar. O'rtadan sal pastroq olovda tovuq filelarimizni yog'da ikkala tarafini ham qo'rib pishirib olamiz. Ikkinchi fishkasi iceberg. Icebergni yaxshilab yuvib, yaxshilab quritish kerak. Bedana tuxum, pomidor, pishib sovigan tovuqlarimizni bo'laklarga bo'lamiz. Endi sousini tayyorlaymiz. Sous uchun mayonez, chesnok hamda limon suvi kerak bo'ladi. Bitta yaxshilab aralashtirib olasizlar. So'ng salatimizni terishib, salatimizni dasturxonga tortishdan oldin yaxshilab aralashtiramiz. Ustiga tovuq filesi, parmezan sirlarini sepamiz. Dasturxoningiz ko'rki bo'ladi.